Mo'g'ul sarkardasi kim ekan? Mo'g'ul sarkardasi xalq bo'lgan. U bitta urushda vertolyotni urib tushirdi. Sen kalta yeysan mendan. Yo'q, bir kaltak yeylik. Nima qilyapsan? Bu himoyachi kelib qoptilar va yomonsan lekin. Menda pul yo'q. Qanaqasiga? O'zing o'yinning shartini bilasan-ku. Tikmaydigan bo'lsang, o'yin bo'lmaydi. Shunaqa bo'lib qoldim meni, hech vaqoyim yo'q. buni qilichi bor. Qilich deysanmi? Mayli, qilich bo'lsa qilichda. Faqat bitta shartim bor. Agar yutqazadigan bo'lsang, qilichni o'z qo'ling bilan olib kelasan, tushundingmi? Faqat buni hech kim bilmasin. Ha? Yutqizishdan qo'rqyapsanmi? Roziman. Omad, supermenlar. Gazni ber. Qani? Barakalla islom. Xizmatga. Yasha bor. Yutding. Rahmat. Tabriklayman. Kel. Mayli, bu safar o'xshamadi. Yutqizding tan ol. Tan olish ham erkakning ishi. Ertaga sendan qilichni kutaman, tushundingmi? Kel. Bo'pti. Borib mazza qilib nishonlaylar. Aka, Barakalla. rahmat. Men ketdim. Sen va'dangda turding. Qani? Yasha bor ukam. Bo'pti. Hoppa. Mayli, sog' bo'l. Jaloliddin! Jaloliddin!
Qilich qani? Qanisan? Ey yashavor o'g'lim, yashavor. Hamishachi birinchi bo'lib yur. Xo'p bo'ladi. Bu qilgan ishingdan juda ham xursandman. Ya rahmat, sog' bo'ling. O'zim bir ovqat qilib beray senga. Qo'l bola qil. O'z qo'lim bilan. Hozir. Mana, qani? Bunaqa ovqatni-chi yemagansan. Kim ekan Surbet? Qarachi, darvozani buzib yuboradi. Bor, tezroq och. Hop, hozir. Kim ekan u? O'pkasi katta. Assalomu alaykum. Boyvachcha qani? Ha? Qochaq, qochnari bor. Bu yoqqa yur. Qani? Yur bu yoqqa. Qani o'sha boyvachcha? Nima bo'ldi, otaxon? Menga qara, boyvachcha. Men o'zimga tegishli bo'lgan narsani olib ketgani keldim. Sizga tegishli narsa meni uyimda nima qiladi? Hali xabarlari yo'qmi? Buni qarang ha. O, mana bu nima? Mana bu. Mana shu qilich meni qilichim. Ha, meni qilichim. Tushundingizmi? Xo'sh, bu qilishni meni o'g'lim yutib oldi. Xo'pmi? Ha? Tushunarlimi? Meni o'g'lim yutib olgan bo'lsa, qilish menga qarashli. Bu qilichda o'yinga tushgan o'g'limning haqqi yo'q edi. Yo'q. Bunisiga endi menga qara. U bolalarning bir o'yini. Tushundingmi? Bolalarning o'yini? Ha, shu bolalarning o'yini. Bu kattalarning o'yini. Tushundingizmi? Bu safar nabirangiz yutqizdi. Meni o'g'lim yutdi. Nabirangiz endi mag'lub bo'lgan. Buni tan oling. Tan olish bu ham bir mardlik. Ha, otaxon, tushunarlimi? To'g'ri. Padaringga Yo'q, otaxon. Bu bolani so'kmang, urmang. Yutdimi? Agar yutqizgan bo'lsangiz, tan oling. Bu ahmoqlar dastidan menga qaranglar. Shu qilishi pulini qancha desang bering uka, berayna. Menga qilishni qaytargin. Nima bo'lsa ol o'rniga. Otaxon, bilasiz. Menga pul kerak emas. Ha? Boshqa narsaga ham muhtoj emasman. Yaxshilab eslang, ha? Uyingizga borib, Rossiyaga olingandim. Soting, qancha bo'lsa pul beraman deganman. Haydagansiz hovlingizdan. Esingizda bormi? Hozir men ham yo'q deb turibsam, nima qilasiz? Qo'lingizdan nima keladi? Aytganman, nima qilyapsan sen deganman, ey. Bo'ldi, olib chiqib tashagin bo'ldi. Olib chiqilading. Halim. Sen g'irromlik qilmagin. G'irromlik qilyapsan lekin bor. Hammasini bilaman. G'irrom. Bobo. to'xta. Bular g'irrom. G'irrom. Ha, g'irrom. To'xta hammang. Otaxon. Bu yerda g'irrom degan gap qani? Mana shular aralashgandan keyin g'irrom bo'lmay nima bo'ladi? Otaxon, o'zingizni bosib oling. Bilaman. Siz-chi? Gap ustidan chiqadigan odamsiz. Yana bitta imkon. Nabirangizga. Yanami? Yana bir marta o'ynashadi. Agar yutqizadigan bo'lsa, qilish shu yerda qoladi. Xo'pmi? Bo'pti. Agar yutsa, o'z qo'lim bilan qaytarib beraman. Pul ham kerak emas. Kelishdik, bo'pti. Mana shu gapingda turgin, ha? Bu safar lekin erkakchasiga bo'ladi. Ana unaqa g'irrom aralashmaydi. Kelishdik. Xo'pmi? Ikkalasi erkakchasiga bellashadi. Xo'p. Hammani oldida. Qachon? Qachonligini men o'zim aytaman. Xo'pmi? Kelishdik. Bu boshqa gap. Bo'pti. Qani yur. Qani kir uyga, seni qara. Kir dedim. Ota, nima bo'ldi? Tinchlik. Balo bo'ldi. Nima bo'lardi? Qilish haliga Halimboyda ekan. Ikki qo'llab borib topshirib kelibdi o'g'ling. Halimda qanaqasiga? Qanaqa Halimboyda bo'lardi? O'sha Halimboyda qimorga o'yinga tushib ketdi. Hali sen qimorboz bo'ldingmi? To'xta dedim, to'xta. Senga ko'rsataman qimorni. Bo'ldi, qo'llaring to'xta. Qoch. Men seni o'zim erkak qilib tarbiyalayman. Tushundingmi? Bundan keyin men nima desam shuni qilasan. Qilishni ham o'zing borib olib kelasan. Bor, uyga kir. Borlaring senlar ham. Oldinroq tarbiyalash kerak edi. Xo'p. Nega unaqa qildingiz akaxon? Qilish shusiz ham sizniki bo'ldi. G'irromlik haqidagi gaplar rostmi? Ey, menga qara. Meni nomimga dog' tushiradigan g'irromlarga toqat qila olmayman, tushundingmi? Yo'qol ko'zimdan. Yo'qol dedim.
halol yutib oldim deganding-ku. Shu yutib oluvdim, dada. Men Faxriddin ekan aralashganini bilmovdim-da. Yana bellashuvda yuta olasanmi? Faxriddinsiz. Yutaman, dada. Unda yaxshi. Tayyorgarligingni ko'r. Xo'p. Ey, agar yutadigan bo'lsang, obro'ying 2 barobar oshadi. Tushundingmi? Esingdan chiqmasin. Xo'p, Unutma, meni ismimni ko'tarib yuribsan, uqdingmi? Xo'p bo'ladi. Bo'ldi, endi bor. Xo'p. Keling. Yozing 178. Keyingisi 170. Chiqing. 180. Keyingisi 180. O'rtoqlar, bugungi yig'ilishimizning asosiy sababi yangi qabul qilingan o'quvchilarga shart-sharoitlar yaratib berish maqsadida. Zokirov, Men siz o'quvchilarning yotoqxona masalasi hamda ularga harbiy libos tarqatish masalasi bilan shug'ullanasiz. xo'p bo'ladi. Avaz Murodova, Men o'quvchilarning guruhlari bilan shug'ullaning, shakllantiring. tushunarli. Yakubov, Men. o'quvchilarga darslik, o'quv qurollar tarqatasiz. Tushunarli. Podpolkovnik Aliyev, Men siz oshxona bilan shug'ullaning. Qolaversa, umumiy nazoratni o'z bo'yningizga olasiz. xo'p bo'ladi. Hammaga tushunarlimi? Xuddi shunday. Yaxshi, bo'shsizlar. Xo'p. Keyingisi. Aytingchi, osmonda 2 samolyot uchmoqda. Ulardan ikkitasi dispetcherning aybi bilan portlab ketdi. Xo'sh, bu yerda kim aybdor? Bu yerda dispetcher aybdor. Nima uchun u? U shu yerda bo'lgani uchunmi? Axir uning aybi bilan uchgan samolyot portlab ketyapti. Qolaversa o'zingiz ham dispetcher aybdor dedingiz. Meni gaplarimni analiz qiling demadim. Aybdorni toping dedim. Toqatsiz va bilimsiz avlod. Bu ishda aybdor uchuvchilar, tushundingizmi? Yo'q, tushunmadim. Nima uchun ular aybdor? Axir boshqaruv ularning qo'lidami? Ular xohlashsa o'ngga, xohlashmasa chapga burishadi. Ha, to'g'ri. Lekin ularning erki o'z qo'lida emas-ku. Yashang. Ana endi o'zingizga keldingiz. Sizni chalg'itib shu tomonga sudrayotgan edim. Eng muhimi erk. Siz erk istagan shaxs bo'ling. Xuddi Jaloliddin Manguberdi kabi. Salomat bo'ling uka. Siz o'tdingiz. Rahmat. Matniyozov Jaloliddin. Xo'sh, bu yerga nima uchun kelgansiz? Qog'ozda yozilgan-u. Kompyuter o'yinlariga qiziqasizmi? Ha. Siz ham qiziqasizmi? Qanaqa o'yinlarga? Har xil. Misol uchun, Warcraft va God of War.
menga birinchi qismi yoqadi Warcraftni. Ikkinchi qismini grafikasi g'alatiroq, lekin bo'laveradi. Birinchi qismi baribir klassikada. U yerda bir personaj bor. Artur degan, qirol Artur. Uni anu to'qmog'i bo'ladi. To'qmoq ham to'rga o'xshab ketadi, lekin chaqmoq emas, u sal boshqacharoq. Bunday qilsa, hammani joni to'lib ketadi, bilasizmi? O'sha personajni yana bittasi bor. Uni Matniyozov, ha? siz uchun eng oliy maqsad nima? Ketish. Bu oliy maqsad emas. Inson o'zini hayotini o'zi qurishi kerak. Borishingiz mumkin. Hakim Bo'riyev, bu musiqadan nimani tushundingiz? Hech narsani. Oila siz uchun nima? Oila men uchun begona so'z. Xush kelibsiz. Borishingiz mumkin. Tekstlan! Rostlan! Tekstlanish o'ngga! Hurmatli polkovnik, Jaloliddin Manguberdi nomidagi Harbiy akademik litseyning shaxsiy tarkibi yangi o'quv yiliga bag'ishlangan tadbirga saflandi. Ma'lumot beruvchi litsey direktori polkovnik Salmonov. Salom, hurmatli o'quvchilar. Assalomu alaykum. Hurmatli ota-onalar, hurmatli mehmonlar va o'quvchilar. Bugun O'zbekiston Respublikasi bo'ylab barcha o'quv muassasalarida yangi o'quv yili boshlanishi tadbirlari amalga oshirilmoqda. Bizning Jaloliddin Manguberdi nomidagi akademik litseyimiz safi yangi o'qishga qabul qilinganlar bilan kengaymoqda. Shu munosabat bilan Mudofaa vazirligi nomidan shu yerda turgan yangi o'quvchilarimizni siz qo'lga kiritgan sharaf bilan muborakbod etaman. Vatan himoyasiga chorlanasiz va albatta vatanimizga sodiq yigit bo'lib, shu o'quv dargohlarida a'lo baholarga o'qishingiz shartdir. Vatan himoyasidek sharafli kasbga muyassar bo'lish menimcha har bir yigit kishining orzusidir. Bu maskan ulug' bobomiz buyuk sarkarda Jaloliddin Manguberdi nomi bilan ataladi. Jaloliddin Manguberdi vatan himoyasi, vatan sha'ni hamma narsadan ustun ekanini isbotlab yashadi. U so'nggi nafasigacha yurt ozodligi uchun yashadi. Hayotining har soniyasi, yuragining har bir urushi vatan uchun urdi. Men sizlarga, buyuk bobomizga munosib bo'lishni tilayman.
Vatan uchun ko'ksim tog' qalqondir sha'nim. Uni desa shamolday uchqur samanim. Bor bo'lsam chamanimdir, o'lsam kafanim. Mangu berdilik menga taqdir azal. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilamiz. Ismim Hakim dedingmi? Meniki Muslim. Ha, meniki Murod. Tanishganimdan xursandman. Ha, Murodni-ku kirish imtihondan taniyman. Seni lekin ko'rmagandim. Men keyingilar bilan topshirganman. Kech qoldim. Tushunarli. Ha, familiyang Bo'riyevmi? Shunaqa eshitdimmi? Ha, Bo'riyev. Jig'imga tekkanlarni titib taylayman. Titib taylayman. Menimcha titib tashlayman demoqchi bo'lding-ku. Shunaqa. Ertaga o'g'il farzandli bo'lsang Bo'ri Bosarov bo'lar ekan-da familiyasi. Tushunmadim. Ey, Ha? Hazil. hazillashdi. Bu hazil edi. Bunaqa hazil qilaverma, tushundingmi? Xo'p. Menga yoqmaydi bunaqa hazillar. Hazilni tagi zil bo'ladi. Keyinchi erkak kishi ko'p qiz bolaga o'xshab xiring-xiring qilib kulmaydi. Bu degani menga hazil qilma deganimi? Bilmadim, jahlimni chiqaradigan gap gapirmadi shekilli. Jiddiy. Ha, Jaloliddin. Tanish, bu ismi Muslim. Haligi bularni taniyman. Ha, Jaloliddin meni bitta savol o'ylantiryapti. Onangni qornidaligingdayoq seni harbiy bo'ladi deb niyat qilishganmi, ha? Nega so'rayapsan? Harbiy litseyimizni nomi ham Jaloliddin, sen ham Jaloliddin. Menga qara. Men o'z ismimni tanlamaganman. Agar tanlaganimda Jaloliddin deb qo'ymasdim. Misol uchun Murod deb qo'ygan bo'lardim. Murod? Hazilni Murod. tushunadigan bola ekan. Shunisi yaxshi-da. Vaqti bilan hazil qilib turamiz. To'g'rimi? Yo'q, baribir qandaydir bog'liqlik bor. Litseyni nomi ham Jaloliddin, isming ham Jaloliddin. Rosa xohlab kelganga o'xshaysan, ha? Aksincha xohlamaganman. Majburan shu yerdaman. Tushunarlimi? Bitta xato qilganim uchun. O'sha xatoni to'g'rilayman-da. Bu yerdan ketaman. Ketaman deydimi? Biror bir boyvachchan o'g'li bo'lsa kerak-da. Ha, bo'lsa bordir. Biz qancha qiyinchilik bilan kirganmiz-u, bu esa ketaman deydi-ya. Mayli, yura qol. Ko'p qolib ketdi shundoq ham. Ey, Jalol. Nimaga uxlamading hali ham? Bildim. Uyini sog'indingmi? Sog'indim to'g'risi. Ha, Jaloliddin. Ha? Hali bir ishim bor. O'shani tugataman-u ketaman deyotganding, qanaqa ish? Biror bir ayb ish qilib qo'yganmisan? Bir xato ish qilib qo'yganman. Shuni jazosini o'tayapman. Qanaqa xato ish? Menga qara. Eshitaman. Sir saqlashni bilasanmi? Ha, albatta. To'g'risi, ishonib aytsang bo'ladi. Xullas, 10 oy avval maktabda o'qib yurgan paytim kompyuter klubida Faxriddin degan odam Islom degan sinfdoshim bilan garov o'ynatgan. O'rtaga oilamiz uchun muqaddas bo'lgan bir qilich bor, o'shani tikkanman. U qilichni bobom juda ham yaxshi ko'rardi. So'ng o'yin boshlangan. O'yinda yutqazib qo'yganman. O'sha Faxriddin g'irromlik qilgani uchun Islom yutgan. Tushunyapsanmi? Keyin nima qilay? Majbur bo'ldim. Olib keldim o'sha qilichni. Shundan keyin bobomni juda jahli chiqdi. Tushunarli. Ha, mayli. Qo'yaver oshna. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. O'rganib qolasan bu yerga ham. Men yota qolay. Mayli. Charchagandim, uxlay qolaman. Sen ham dam ola qol.
Nima gap, kadet? Yaxshi. Osh bo'lsin. Nega serrayib turibsan? Tinchlikmi? Tinchlik emas. Jaloliddinni tezda qaytarib olib keling. Bolam bechora u yerda tuzukroq ovqat ham yemayapti. Sen buni qayerdan bilding? U yerda zo'ravonlar Jaloliddinga o'xshaganlarga kun bermaydi. Ovqatini ham tortib olib qo'yadi. Ana kinolarda ko'rganman. Buni o'zi aytdimi? O'zi aytmasa ham bilaman. Dadangizga ayting. Tezda bolamni qaytarib olib kelsin. Otamga qanday aytaman? Bilasan-ku, jahli yomon. Olib keling bolamni. Men bolamni sog'indim. Bu mavzuga boshqa qaytmaymiz. Dadasi, tushunsangiz chaqir. Sog'indim bolamni. Men nima dedim senga? Dadasi. Bor ishingni qil. O'zini g'alati tutadi deyapsiz. Nima u? Biror jinoyat qilib, keyin bizni litseyimizga kelib qolgan demoqchimisiz? Men hali jinoyat qilgan demadim. Ustozdan o'tmagan shogird shogirtmas deyishadi-ku. Tabriklayman. Rahmat aka, rahmat. Shunday davom et. Shunday degan. Ha, shunaqa. Borsam, menga qarab turibdi. Ko'zlarini ko'rsang, kulging keladi, borib. Shunaqa kulgili vaziyatida. Ey. To'xta. Voy, Murod, nomard. To'xta. Hakam jo'ra, qo'y endi. To'xta deyapman senga. Seni deb 2 soat yugurdik. Jabaka ishlayapman o'rtoq. Yo'q, nima lekin ey. Hey, o'zingni bosinglar. Nima qilyapsan ey? Hozir kimdir ko'rsa kerak. Farosat. Seni deb hammamiz jazolandik. Faqat buni bizni do'konlarda sotmaydi. Bu juda ham qimmat dori. Agar buni mashq qilishdan oldin ichadigan bo'lsang, seni vajohatingni ko'rib makrograunning o'zi ikki bukilib kelib salom beradi, ishon.